Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavlonia qiziquvchilari. Bugungi videomizda 30 fevral, ya'ni 2022-yil 30 fevral kuni texnik stress qilingan ko'chatlarimizni ko'ryapsiz. Ya'ni 20 sm 2 qarich bo'lib qolgan. Bu ko'chatlar 2021-yil noyabr oyida yerga o'tkazilgan va 2022-yil 30 fevral texnik stress qilingan boya aytganimizdek. Ya'ni hozirgi chislo esa 19 aprel. Ya'ni texnik stressdan keyingi holati bu. Bu ko'chatimizning turi Shandong navli Pavlonia bo'ladi. Ya'ni texnik stress qilingandan keyin shu holatga kelgan. Bunga asosan agrotexnikasi hozir vaqtida suv qo'yib turish kerak. Ya'ni oldin dori berishga juda ham barvaqt, chunki bu ko'chatlar kamroq o'zini tiklab olish kerak. Mana bu ko'rganingizdek bir xil 3 ta chiqqan, 2 ta chiqqan, o'shalarning baquvvatini bittasini qo'yib, keyin esa 50 sm, 40 sm bo'lgandan keyin o'zining agrotexnikalari bo'ladi. Ya'ni bu agrotexnikalarni yil davomida bizning kanalimizda o'rganib borasiz. Faqatki kanalimizga podpisatsiya bo'lib, like bosishni yoddan chiqarmang. Ana o'shandagina siz mana shu Pavlonia haqida barcha sir sanoatlar, ya'ni agrotexnikasini qo'ldan boy bermaysiz. Ya'ni har doim videolarni tomosha qilib borasiz. Shuning uchun videoga like va podpisatsiya tugmasini bosishni yoddan chiqarmang. Bundan tashqari ya'ni ko'chat egishni ham boshlaganmiz. FT, Shandong, M1 navlarini ekkanmiz. Ya'ni ularning ham o'sish jarayoni